Akam mashka bo'lsa nimalar bo'ladi? Pulni vaqtida bermasa nima qilaman-ki? Akajon ko'rgan joyingizda uraverasiz. Ayib menda bo'lardi. Bemalol uraverasiz. Ya pulni olib qochib olsang, topib olmasam-chi men seni. Ha, mana ukamni nima olib yuribman? Banglataveramanmi? Mana shuni urasiz. Akam mashka bo'lsa menga nima farqi bor deyishga seni umuman haqqing yo'q. Akangni qilgan poplo ishlari seni hayotingga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Sandaqanga mashkani ukasiga beradigan qizim yo'q. To'ra qol ko'zimga ko'rinma. Keyingi safar akang bilan kelsa, mana shu piyala akangni boshida sinadi. Akangni shunaqa isqirtishlarining orqasidan senga birov qizini ham bermaydi. Eng yomon alam qiladigan joyi magazinga kirib o'zingni pulingga biror narsa sotib ham ola olmaysan. Aka, mohitda olib qoling. Mana sanlay mohiyda. Akangni qarzi bor, ertaga to'lab qo'ymasanlar, ikkalanglar kaltiysanlar. Qarz olib odamlarni aldash chempionati bo'lganda aniq akang birinchi o'rinda olgan bo'lardi. Mahallada ham tinch yurish yo'q. Sen olmagan bo'lsang ham kasrga nuqul san qolasan. Tepyapsiz meni. Akang qarz olib turganda ukamni qayta ko'rchiz uraverasiz degan. Hozir yotibdir, qaytishimda bosib ham o'tib ketaman birovlar. Akangni seni pochkaga qo'yishdan, joningdan to'yib ketganingdan bu shahardan bosh olib ketishga qaror qilasan. Lekin Petekka borganingda aytdi-ham. Chinoy Toshkentga emasmi, bir kishi bilan yuramiz. Aka, ketdi Toshkentga. Ye, javob mashka ukasi. Haqiqatan taniysiz aka? Akang qarz olib turganda seni kafil qilganda. Mashkani ukasi bo'lib yashash ham oson emas. Qayerga borsang akangni qarzi bo'ladi. Hamma seni tanib uraveradi. Oxiri sen ham joningdan to'yib, Yo'q debordingmi meni? akang to'p chiqmasang hozir uramiz deyapti. Agar meni sotsang, men seni uraman ertalabgacha. Bor yo'q debor. Zo'r aka, akam shetda devordim. Sendan qattiq uraganga o'xshayaptilar. Bu videoni qarz olib qaytarmaydigan do'stlarga tashlab qo'yamiz. Pak. Uylangani qiz qidirsang nimalar bo'ladi? Menga mahrga 2 xonali uy bilan bitta trekkirik olib bersangiz rozi bo'laman. Ha, men siz bilan 3 oydan keyin ajrashib ketish niyatim yo'q. Pulni yashamoqchiman. Endi hayotda har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin-da. O'jiya, Toroningda g'it bo'tda qamakani bu. Yo'r bunaqa. Mahallada variantlar ko'p. Hozirgi qizlarni mahrga so'rab turgan narsalarini eshitib, umuman senga yerga tegmayman deb turganga o'xshab eshitiladi. Qizlar kamligidanmi yo bo'ydoqlar ko'pligidanmi, oldinlari sovchilikka kattalar borisi, chiroyli dasturxon tuzalgan uyga kutib olishardi. Apam hali yosh ekan, erga tegmas ekan. Hech bo'lmasa bir piyola suv ber, qizoq to'rori charchab ketdi ona. Ana podyezdagi arzon boshida ichib olarasizlar. Oldinga dasturxon tuzash tugul bir piyola suv ham berishmaydi. Atvetga bo'lsa yosh balani chiqarib yuborishadi. Senga bermayman, qizimiz yosh degan qizni bir haftadan keyin to'yi bo'lganini eshitasan. O'zingga mos qizni topib uylanish shu darajada qiyin bo'lib ketibdi-ki, undan ko'ra green card o'ynab Amerikaga ketish osonroq bo'lib qopti. Tog'ingdan bo'sh kelmaydi, internetda sovchilar kanalidan qizlarning adresini oladi. Tog'a qayerga olib kelasiz? Buncha xotinlar ko'p. Bu adresni prosmotriga qaramapman-da, rekka otib yoribdi, ochirib ketibdi-yu. To'yga hamma narsa tayyor. Videochilarda ham gaplashasan, borib to'yxonalarda ham gaplashib, zaklatlarni oldindan berib qo'yasan. Lekin uylangani hali ham qiz yo'q. Nima qilamiz, jan? Boshqa variant qolmadi-yu. Variant bor tog'a. Qanaqa? Napas olsa bo'ldi, bu yil uylanaman. Ya, bu yo'lingdan qaytjam, bu yaxshi emas. Nimaga? Bu yo'lda oxiri qorong'i. Bo'ydoqlarda hayotida yana nimalar bo'lyapti? Kommentariyada sizlarning fikrlaringizni kutaman. Pak. Ijara yurib, uyga puli yo'q sen nimalar bo'ladi? Ijarachiman kelishda chaqirishyapti. Alo, Sattorjon, dollar maydalash kerak. Ha, shunda. Hozirgi kunda pul yig'ishda o'zi oson emas. Agar o'zbeklar biron narsaga pul yig'adigan bo'lsa, faqat dollarda yig'adi. Ertalabdan kechgacha itda ishlab, bankani to'ldirishga harakat qilasan. Bu banka o'lgiram, endi to'ldi deganda qanaqadir chiqim chiqib qoladi. Ya qoyili, har hafta mashina almashtiryapsizmi? Biz dollar almashtirganda? Yiqqan pulingni dollar qilasan, so'm qilasan, xullas dollar purushlarni boy qilasan. Ular har hafta yangi mashina oladi, sen eski velosipedingni yuraverasan. Yana ishga borasan, ertalabdan kechgacha ishlaysan. Endi pulingni ko'paytirishga harakat qilsang, yo ballaringni nimadir yegisi kelib qoladi yoki kommunal to'lovlar keladi. Xullas bankadagi pul kamaysa kamayadiki, lekin ko'paymaydi. Chep, oyligimni dollarda beraverasizmi? Nimaga? Ha, uyga pul yig'ayotgandim-da. Hali ham yig'yapsizmi? Ha, endi shu banka to'lmayapti-da. Sizga bitta yechim bor. Yechaylik bo'lmasa? Yuring bizlar Mijikiga yangi domlarga boramiz. Mana shu siz ko'rib turgan uylarni mikrokredit bank qurib bitkizgan ekan. Kadastrlari ham chiqqan ekan. 20 yilga bo'lib to'lashga berishyapti ekan. 15% bosh to'lov qilib mana shu uylardan bitta oling. Qana bo'larki? Ana bo'lardi. Zo'r bo'ladi-da. Men necha yildan beri ijarada turasiz? Ha, bir 5-6 yil bo'lib qoldi. Boshida necha pul edi? Ha, 100 dollar edi. Hozirchi? 100 dollar. Ko'rdingizmi? Yildan yilga narxlar oshaveradi. Siz qiynalaverasiz. Bu yerdan 20 yilga bo'lib to'lashga uy olsangiz, 20 yildan keyin ham o'sha pulni to'lasiz. Narx oshmaydi. Xuddi ijara to'layapman deb o'ylayverasiz. Zato uy o'zingizga qoladi. Yaxshi-ku. Yana bitta plyus tomonini aytaymi? Ayting. Uylarda tayyor remont bitgan ekan. Bitta ko'rpacha, bitta yostiq olib kelasiz, yashayverasiz. Undan tashqari ariston, gaz plita, mo'yga ham qo'shib berar ekan. Uylar 39 kvadratdan 71 kvadratgacha ekan.
Lokatsiya ham yaxshi joyda. Infeksioniydi, ro'parasi, maktab bog'cha ham yaqin. Xullas mazza qilib yashaysiz. Bo'ldi, ertaga kelaman. Bo'ldi. Sot ofisi shu yerda o'zida. Adashmang, mana shu yerga kelasiz. Rahmat. Bo'pti.